Yurtimizda milliy qonunchilik takomillashtirilib, xotin-qizlar uchun yanada keng imkoniyatlar yaratib berilmoqda. Bunga birgina misol, ayni vaqtda xotin-qizlarning davlat boshqaruvidagi ulushining ortishidir. Eng asosiysi, yuzlab oqila ayollar hayotimizning barcha sohalarida jonbozlik bilan faoliyat ko'rsatyapti. Mamlakatimizda xotin-qizlarga bu darajada katta e'tibor qaratilayotgani bejiz emas. Chunki ayolga e'tibor, hurmat ko'rsatish azal-azaldan xalqimizga xos qadriyat sanalgan. Ayoli ardoqlangan oila, jamoa va jamiyatda to'kislik qonun ustuvordir. Aytish joizki, vatanni sevish, unga sadoqat bilan xizmat qilish, el-yurt uchun munosib farzandlar tarbiyalash bu dunyodagi eng ulug' va sharafli ishdir. Oqila, jonkuyar ayollarimiz bu borada ham fidoyilik ko'rsatib kelmoqda. Shu bois mehnatkash, matonatli o'zbek ayoli faqat va faqat ehtiromga, e'zozga loyiq. Bugun Navoiy metallurgiya kombinati tizimida ham 6000 nafardan ortiq xotin-qizlar faoliyat yuritib, yurt taraqqiyotiga munosib hissa qo'shib kelishmoqda. Navoiy shahridagi Farhod madaniyat saroyida bo'lib o'tgan kombinatning oltin ayoli 2026 ko'rik tanlovi ezgu qadriyatlarni o'zida mujassam etib, yana bir bor jamoatchilik e'tiborini tortdi. To'rt yildan buyon o'tkazib kelinayotgan mazkur tanlovning joriy yil saralash hamda final bosqichlari Navoiy metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyati, Navoiy uran davlat korxonasi va Navoiy metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasining o'zaro hamkorligida, shuningdek boshqa hamkor tashkilotlar ishtirokida puxta tayyorgarlik bilan yuqori saviyada tashkil etildi. Kombinatda faoliyat olib borayotgan namunali, faol xotin-qizlarning turli qirralarini namoyon etishga qaratilgan mazkur tanlov 4 shart asosida o'tkazildi. Har bir shartda ishtirokchilar o'zlarining kasbiy salohiyati, hayotiy tajribasi, zukkoligi va ijodkorligini tanlov dasturiga mos ravishda ochib berishga harakat qilishdi. Assalomu alaykum, hurmatli mahtar, universiya qavm. Men Nuribekova Marina Erdesh qizi, 1978-yili Navoiy oblasti otbasiliman. 3 farzandning onasi, 2 nemeraning ajisiman. O'rtaliq ken boshqarmasina qarashli tarmoqlar және podstansiyalar sexida xizmat qiliraman. O'rtaliq ken boshqarmasina qarashli tarmoqlar және podstansiyalar sexida xizmat qiliraman. Otbasim mahabbatdan ma'an qo'ygan, balo-shag'am berekeli alam bo'lgan. Boshqa narsalarni qaydan bilaman, bolajonim? Ana menga biz 6 ayol ko'rsatuvga ketyapti. O'sha o'zimiz amallaymiz, bolajonim. Yuzimizga yerga qaratmayman. Xo'p, ayajon. Undan ko'ra Ayol elektromontor, avvalambor ayol ona. Hayot tarozusida ayol deb nomlangan ilk shartda ishtirokchilar jamoadoshlari bilan birgalikda 3 daqiqa davomida sahnaviy chiqish orqali o'zlarini tanishtirdi. Unda oila va ish faoliyati uyg'unligi, kundalik hayotdagi ta'sirli va ibratli lavhalar badiiy talqinda aks ettirildi. Har bir ishtirokchi o'zining ijodkorlik mahoratini sahnada namoyish etdi. Nazorat qilaman. Uyda esa vaziyatni manometr ko'rsatsa 6 kilogramm xotirjaman. Lekin farzand ko'p payti o'zida ona desa, ana u haqiqiy qorbosim. Qaynonam shifokor, har kuni bepul maslahat, bepul
ko'rsatishi mumkin. Qaynotam esa o't o'chiruvchi. Uyimizda favqulodda vaziyatlar vazirligi doim tayyor. Qozonxona tinchmi? Ishlar yaxshimi ayol? Ayting tezroq menga. Hozir qancha bosim? Bosim, uyda ikkita bola tugamaydi tashvishim. Ey tavba, Ha, unday deng. Qozon joyida xavotir yo'q aslo. Lekin mening bosimim hammasi tayyor. Uyda palov qozoni bor, mehmon kelsa qaynaydi. Zafarobod kon boshqarmasi 2G-texnologik konida qozonxona operatori sifatida 10 yildan beri ishlab kelmoqdaman. Bugun ushbu nufuzli sahnada jam bo'lib, Navoiy kon metallurgiya kombinatida xizmat qilayotgan mehnatsevar, fidoyi ayollarimiz to'g'risida e'tirof etmoqdamiz. Navoiy kon metallurgiya kombinati barqaror taraqqiyot, mas'uliyat va halol mehnat timsoli bo'lgan muassasadir. Aynan shu dargohda ishlab faoliyat yuritayotgan ayollarimiz o'zining intizomi, tashabbuskorligi bilan jamoa rivojiga munosib hissa qo'shib kelmoqdalar. Bugun bu sahnada Oltin ayol ko'rik tanlovida ayollarimiz nafaqat tashqi ko'rinishi bilan, shu bilan birga o'zini mehnatsevarligi, odob axloqi va zakovati bilan o'zini namoyon etadi. Hamma oltin ayollarimizga omad tilab qolamiz. Bizning zavodimizdagi ayollarimiz 700 nafarni tashkil etadilar. Shulardan hammasiga, barchasiga e'tibor yil davomida gender tenglikka asoslanib, teng huquqli biza Oltin ayol ko'rik tanlovini g'olibasini shu yergacha olib keldik. Biz yuqori natijalarga ega bo'lamiz degan umiddamiz. Barcha ishtirokchilarga omad tilab qolamiz. Shuningdek, mehmonlarimiz Zarafshon Uchquduqdan, Zafarobod maydonlarimizdan kelishgan, ularga ham omad tilab qolamiz. Keyingi Qumnoq shou startlar sharti Sug'diyona jismoniy tarbiya va sport kompleksi arenasida tashkil etildi. Unda qatnashchilar 10 ta qiziqarli to'siqdan o'tib, epchillik, chaqqonlik va shijoatini sinovdan o'tkazishdi. Albatta, epchillik va chaqqonlik ishtirokchilar uchun kerakli ballarni to'plashga asos bo'ldi. Bugungi kunda men Samarqand viloyati Qo'shrabot tumanida joylashgan Zarkin shaharchasida O'jimsoy konida ish faoliyat yuritib kelyapman. 3 yildan buyon men bu kasbni tanlaganimdan juda ham xursandman. Xotin-qizlar uchun sharoitlar juda ham yaxshi yaratilgan va teng huquqli. Bugun bo'lib o'tayotgan kombinatning Oltin ayol 2026 ko'rik tanlovida qatnashayotganimdan juda ham xursandman. Shu kunga kelgancha saralash bosqichidan ham o'tdik va bu yerda biz o'z sohamiz bo'yicha yanada kuchliroq bilimlarga ega bo'ldik. Barcha ishtirokchilarga omad tilayman. Kombinatni rivojlanishiga o'zimning hissamni qo'shayotganimdan minnatdorman. Xodimlar, hamma xonamga. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Sizlar yaxshimisiz? Xodimlar, mana bugun siz ham shoshmay turing. Televizion kon boshqarmasi tarixida muhim voqea. O'rta Osiyoda yagona bo'lgan 1000 metrlik skipi stol shaxtamiz sabati bilan O'zbekiston xalq artisti G'ulomjon Yoqub ijrosida kuylangan ashulaga kirik olish jarayoniga sizlarni yig'dik. Sabab olish maqsadida ushbu soha mutaxassislarini taklif qilganmiz. Kirik Tizim tasarrufidagi muassasalarda faoliyat olib borayotgan xotin-qizlarning kasbiy bilim va malakasini, shuningdek, ijtimoiy-siyosiy faolligini oshirish, faol yetakchi xodimalarni qo'llab-quvvatlash hamda rag'batlantirish maqsadida o'tkazilgan tanlovning tezkor savol-javob shartida esa ishtirokchilarning bilim doirasi va hozir javobligi baholandi. Har biri 1 daqiqa ichida 10 ta savolga javob qaytarib, aqliy salohiyatini va topqirligini sinovdan o'tkazishdi. Shirin so'zga
besabab ko'chada qoldirmaydi. Ayol xato qilishi, aylanishi mumkin. Uchquduq 2-tibbiy sanitariya qismida 15 yildan buyon akusherlik va ginekologiya bo'limida doya bo'lib ishlab kelmoqdaman. Hozirgi jamiyatimizda ayollarga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Prezidentimiz boshchiligida shu ayollarimiz jamiyatda ayollarga juda ham katta e'tibor qaratilgan. Xususan bizni Uchquduqda ham chetlab o'tgani yo'q. Bizda Uchquduqimizda o'sha yashab, mehnat qilib, faoliyat yuritib keladigan xotin-qizlar juda ham faol. Ayol sifatida ayolga kerak bo'ladigan, ayol uchun barcha imkoniyatlar haqida juda ham katta e'tibor qaratilgan. Men tanlagan kasbimdan faxrlanaman, g'ururlaman. Tug'ruqxonada har bir ayol farzand dunyoga keltirganda uni ta'rif bilan, til bilan ta'riflab bo'lmaydigan jihat. Jamiyatimizda shunday ayollar e'zozda ekan, butun O'zbekistonimiz yanada gullab yashnaydi. Sog'lom onadan sog'lom bola degandek, sog'lom jajji chaqaloqlar dunyoga kelaveradi. Ayolning nafosati va nazokati, vafo va sadoqati, aql zakovati va fidoyiligi asrlar mobaynida yer yuzida hayot davomiyligi va abadiyligiga asos bo'lib keladi. Shu bois ham dunyodagi eng buyuk san'at asarlari, qo'shiq va qasidalar, me'moriy obidalar ayollar sha'niga bag'ishlangandir. An'anaviy modalar namoyishi sharti tanlovga alohida badiiy ruh olib kirdi. Ishtirokchilar chiqindi materiallardan foydalanib, o'zlari ixtiro qilgan rang-barang liboslarni sahnada namoyish etdi. Barcha shartlar o'zaro uyg'unlikda ishtirokchilarning ko'p qirrali iqtidorini ochib berdi hamda tanlovning mazmunan boy va ta'sirchan o'tishiga zamin yaratdi. Ishtirokchilarning chiqishlarini xolisona baholash va eng munosiblarini saralash hakamlar hay'ati uchun oson bo'lmadi. Zero finalga yo'l olgan har bir ishtirokchi puxta tayyorgarlik, yuksak mahorat va o'ziga xos ijodiy yondashuvni namoyish etishdi. Derazada turardi. Quyosh nuri bilan suhbat qurardi. Changlar qo'nib rangi o'chgan bir mato, yaroqsiz deb chetga surilgan xato. Ammo bugun o'zgacha bir qomatda, tikuvchining qo'lidagi omadda, gullari bor bahor kabi tarovat, kiygan chog'ing his etasan halovat. O'tmishi parda-yu buguni kuylak, bunday libosni kiyishga kerakdir yurak. Dunyoni asraylik, isrofni qo'yib, yuribman pardadan tikilgan ko'ylakni kiyib. Qarsanglaringiz Resana va Feruza O'ktamovnaga rahmat va sahnaga Mu'minova Yulduz Eshmuradovnani taklif etamiz. Marhamat. Nurobod shahri. Bulut osmonda suzar sokin. Qarsanglar, olqishlar. Go'zal yoqimli, yomg'ir bo'lib yerga tushar. Qonib ichar har bir ekan. Birinchi, ko'krak yelim truba hamda metall simdan iborat. Ikkinchi, ko'ylak tibbiyotda qo'llaniladigan siralbent, oq surp va unda tibbiyot paxtasidan yopishtirilgan. Uchinchi, ko'ylak yengi infuziya uchun sistemada yaratilgan. To'rtinchi, bosh toji tibbiyot shprisida hamda infuziya uchun sistemada yaratilgan. Navokon metallurgiya kombinati ma'muriyati va kasaba uyushmasi kengashi tashabbusi bilan o'tkazilgan kombinatning oltin ayoli 2026 ko'rik tanlovining final bosqichi yakuniy natijalariga ko'ra Navokon metallurgiya kombinati aksionerlik jamiyatidan Navoiy mashinasozlik zavodi operatori Dilobar Ergasheva, Navokon metallurgiya kombinati jamg'armasi davlat muassasasidan Zarafshon tibbiy sanitariya qismi xodimasi Dilbar Ergasheva, Navoiy uran davlat korxonasidan uran ishlab chiqarish zavodi nazoratchisi Qunduz Kenjayevalar g'oliblikni qo'lga kiritdilar. Bugungi oltin ayol nimasining birinchi atradi o'z vaqtida yetib keldi. Xo'p, barcha ishtirokchilar tayyormi? Xuddi shunday o'rtoq muxbir. 20 kishi edingizlar, qolganlar qani? O'rtoq muxbir, saralashda 20 ta edik. Lekin finalga kelib, Nizom 6 taga ruxsat berishdi. Nizom yo'q qo'ymadi, Nizom. Nima? Kim yo'q qo'ymadi? Nizom o'rtoq muxbir, Nizom. Xo'p, zalchi, zalda bo'sh o'rinlar qolmadi va zal to'ldi. Qo'riqchimasman. Posboniman, mashhur zavodning va munosib izdoshidirman. Tumanisdek buyuk ajdodning. Kombinatning oltin ayoli
yuksak sharaf, martaba ulug', o'zbegimning har bir ayoli shu sharafga munosib loyiq. Baxt tilayman barchaga birdek, omadingiz bo'lsin ilohim, yuzimizni yorug' qilsin va qo'llasin bizni Xudoyim. Bordir mening kuchli ahil jamoam, unda tekshirilar, talon-taroj bo'lmas, undagi mahsulotlar. Zavod hududi posbonimiz, posboni, oltin ayol tanlovining nomzodimiz, nomzodi. Kombinatning oltin ayol tanlovida qatnashganimdan bag'oyat xursandman. Nasib bo'lsa ishtirokchilarga ham hammasiga omad tilab qolaman. Mana bugunga kelib ayollarga e'tibor juda kuchli bo'lgan. Biz ayollarga nafaqat bayramlarda, hattoki bizni ishxonamizda, Nemizi zavodida shuncha sharoit yaratib berganlarida bag'oyat xursandmiz. Qolaversa, mana shu tanlovda jamoam bilan qatnashyapman. Nasib bo'lsa o'zimga ham omad tilayman, hattoki qolgan ishtirokchilarga ham omad. G'olib va sovrindorlar ko'rik-tanlov tashkilotchilari tomonidan diplom va qimmatbaho sovg'alar bilan taqdirlandi. Darhaqiqat, kombinatning oltin ayoli 2026 ko'rik-tanlovi mehnat, latofat, matonat, mehr, bilim va ijod uyg'unligining namunasi bo'ldi. Navoiy zaminida shunday fidoyi, bilimdon va jasoratli ayollar bor ekan, jamoada ham, jamiyatda ham taraqqiyot bardavom bo'ladi. Navoiy, Uchquduq, Zarafshon, Nurobod shaharlari hamda Zafarobod qo'rg'onidan tashrif buyurgan 14 nafar final ishtirokchilari safida turli yo'nalishlarda mehnat qilayotgan malakali mutaxassislar jamlangan. Ular orasida iqtisodchi va hisobchilar, laborantlar, dasturchilar, muhandis-texnologlar, operatorlar, tibbiyot va ijtimoiy soha xodimlari hamda boshqa ko'plab kasb egalari bor. Ishtirokchilar tarkibining turli kasb egalaridan iboratligi kon metallurgiya tizimida xotin-qizlar ishlab chiqarish jarayonlaridan tortib, moliya, axborot texnologiyalari va ijodiy sohalargacha va ijtimoiy sohalarga bo'lgan barcha yo'nalishlarda faol va samarali mehnat qilayotganini yaqqol namoyon etadi. Mazkur tanlovdan ko'zlangan asosiy maqsad kombinat tizimida mehnat qilayotgan xotin-qizlar o'rtasida vatanparvarlik ruhini mustahkamlash, kasbiy sadoqat va mas'uliyat tuyg'usini kuchaytirish, ilg'or va tashabbuskor ayollarni aniqlash hamda ularni munosib rag'batlantirishdan iborat. Shu bilan birga tanlov ularning ma'naviy dunyosini boyitish, madaniy saviyasini yuksaltirish, kasbiy mahoratini rivojlantirish, ustoz-shogird an'analarini davom ettirish hamda jamoada o'zaro hurmat va hamjihatlik muhitini mustahkamlashga xizmat qilayotgani bilan ham ahamiyatlidir.